To'g'ri aytasiz, to'g'ri aytasiz. Efirimizga endi qo'shilganlar bugungi podkastimizning mehmoni Farruh Muradovich, million dollarlik kompaniyaning egasi. Farruh aka, sizning million dollarlik kompaniyangiz bu yil yana 5 barobarga oshgan. Rostmi? Rost. Men juda ko'p podkastlarimda millionerlar va milliarderlar bilan suhbat qurganman va meni har doim bir dona savol qiynab keladi. Farruh aka, shuncha puli bor inson baxtsiz bo'lishi mumkinmi? Bilasizmi, o'zi erkak kishi nima uchun ishlaydi? Albatta farzand uchun. Bor bizneslari, boyliklari, hamma narsasi farzand uchun, farzandini kelajagi uchun. Bizga keladigan bo'lsa, afsuski farzandimiz yo'q. To'g'risini aytsam, bor boyligimni, hamma narsamni bir dona farzand uchun alishgan bo'lardim. Ayol kishi bo'lganda bitta tug'ib berib, soqqa solib ketgan bo'lardim. Hech ham kayfiyatingizni tushirmang. Sizning oilangizga tez orada zo'r ideya bor. Farzandlar nasib qilishini tilab qolaman. Ana endi 5 Salam, men o'ylagan narsam. Shu 5 milliard dollarlik kompaniyangizda qanday strategik jihatlar olib borasiz? Ishchilar bilan qanday yondashasiz va bilishingiz bo'yicha siz shaharning eng yirik Men yo'naq qarorsan. va bunday tadbirkor bo'lishga siz nimalarga Temirib ketding, olsang bo'lmaydimi? Qo'ylaring, sho'shlaringni yig'ishtiringlar. O'chir ovozingni qilib olib ketamiz. Qitib yot. Boshqa qo'y. Oqil, aniq shu uymi? Ha, shu yana ichkarida yurishibdi-yu odamlar. Menga qara, o'zingni detskiy tutgan, bildirib qo'ymagin. Uyni yaxshilab o'rganib chiqqan. Adangni. Oqil, o'zing gaplash, chichadi bu aniq. O'rtoq, adashib ketdi, Farruh yana aytdi. Pullarni topsangiz, ana 2 kundan keyin olib ketamiz. Bo'ldi, aloqada bo'lib tur. Tak kerak emasdir. Kerak. Zot bos. Voy! Farruh aka! Ha, nima bo'ldi? Bolami?